Kurash xalqimizning ming yillik tarixi, milliy qadriyatlari va yuksak insoniy fazilatlarini o'zida mujassam etgan betakror sport turidir. U nafaqat jismoniy baquvvatlikni, balki halollik, jasorat, raqibga hurmat va insonparvarlik kabi ezgu fazilatlarni ham tarbiyalaydi. Bugun esa kurash milliy meros doirasidan chiqib, xalqaro sport hamjamiyati e'tirof etayotgan yirik sport turlaridan biriga aylanib bormoqda. Turli mamlakatlarda federatsiyalar tashkil etilyapti. Musobaqalar geografiyasi kengaymoqda. Nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik izchil mustahkamlanmoqda. Bu esa milliy sportimizning jahon sahnasidagi o'rni tobora mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Bu yutuqlar avvalo O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Xalqaro kurash assotsiatsiyasining faxriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan milliy sportimizga qaratilayotgan doimiy e'tibor va amaliy qo'llab-quvvatlashning samarasidir. Xususan 2020-yil hamda 2024-yillarda qabul qilingan prezident qarorlari kurash taraqqiyotida mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Ana shu hujjatlar asosida musobaqalar tizimi takomillashtirildi. Xalqaro hamkorlik kengaytirildi. Hakamlar va murabbiylar tayyorlash sifati yangi bosqichga ko'tarildi. Bu islohotlar 2026-yil davomida amalda o'zining yaqqol natijasini ko'rsatdi. Yil antidoping va sport tibbiyotiga bag'ishlangan xalqaro seminarlar bilan boshlandi. Shu bilan birga Yevropa, Afrika hamda Panamerika qit'alari uchun onlayn malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Bu dasturlar turli mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni yagona xalqaro standartlar asosida tayyorlashga xizmat qildi. Oradan ko'p o'tmay yilning dastlabki yirik musobaqalaridan biri Panamerika chempionati start oldi. Musobaqa doirasida qit'a kongressi, hakamlik va murabbiylik imtihonlari hamda jahon seriyasi reytingi bahslari tashkil etildi. Ilgari asosiy e'tibor musobaqalarni o'tkazishga qaratilgan bo'lsa, bugun Xalqaro kurash assotsiatsiyasi butun boshli bir tizimni shakllantirmoqda. Ya'ni hakamlar tayyorlash, murabbiylar malakasini oshirish, litsenziyalash, antidoping madaniyatini shakllantirish, raqamli boshqaruv tizimini joriy etish kabi yo'nalishlar bir vaqtning o'zida rivojlantirilmoqda. Bu esa har qanday xalqaro sport tashkiloti uchun eng muhim mezonlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda yana bir muhim natija kurash geografiyasining kengayishidir. Kurash endilikda muayyan bir hudud sporti emas, balki turli qit'alarni qamrab olgan global sport turiga aylanib bormoqda. Eng muhimi, bugun kurash orqali nafaqat sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Kurash endilikda mamlakatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlamoqda. Madaniyatlar almashuvi rivojlanmoqda. Yoshlar tarbiyasiga xizmat qiladigan umuminsoniy qadriyatlar targ'ib etilmoqda. Bu esa kurashning ijtimoiy ahamiyatini yanada ortishiga xizmat qilmoqda. Xalqaro kurash hayotidagi muhim voqealardan yana biri O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Aniqrog'i, aprel oyida qadimiy Xorazm zamini prezident so'rini uchun Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan Osiyo yoshlar kubogiga mezbonlik qildi. Bu musobaqa yosh polvonlar mahoratini namoyon etish bilan birga kurashning tarixiy ildizlari va milliy an'analarini butun dunyoga yana bir bor namoyon qildi. Kurash bayrami may oyida ham davom etdi. Bu safar Nukus shahrida kattalar o'rtasidagi Osiyo kubogi o'tkazildi. Unda sariq qit'aning turli davlatlaridan kelgan 100 dan ortiq polvonlar g'oliblik uchun gilamga chiqishdi. Shuningdek, bir vaqtning o'zida Janubiy Afrika, Nikaragua, Bolgariya va AQShda xalqaro turnirlar tashkil etildi. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi rahbariyati esa nufuzli sport tashkilotlari bilan qator uchrashuvlar o'tkazib, kurashning xalqaro maqomini yanada yuksaltirishga qaratilgan yangi tashabbuslarini ilgari surdi. Shubhasiz, yilning eng muhim startlaridan biri Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida o'tgan kattalar o'rtasidagi Osiyo chempionati bo'ldi. Ushbu chempionat g'oliblarini aniqlash bilan birga qit'a kongressi, ijroiya qo'mitasi yig'ilishi, xalqaro seminarlar va jahon seriyasi bahslarini ham o'zida mujassam etdi. Eng muhimi, mazkur musobaqa 20-Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikning muhim bosqichiga aylandi. Bizning kurash 2026-yilning eng e'tiborli voqealaridan yana biri Fransiya poytaxti Parij shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti so'rini uchun xalqaro kurash turniri bo'ldi. Saint-Xespouti Femilan Tuning sport majmuasida an'anaviy tarzda tashkil etilgan mazkur musobaqa bugun Yevropa qit'asidagi eng nufuzli kurash startlaridan biri sifatida o'z mavqeini tobora mustahkamlab bormoqda. Dunyoning 30 mamlakatidan tashrif buyurgan 100 ga yaqin sarapolvonlarning ishtirok etishi musobaqaning xalqaro nufuzi yildan yilga ortib borayotganini yana bir bor tasdiqladi.
E'tiborlisi, turnirda Osiyo, Yevropa, Afrika va Amerika qit'alari vakillarining bir gilamda bellashishi kurashning haqiqatdan ham jahon sport turiga aylanayotganini amalda namoyon etdi. Ushbu xalqaro turnirda Yevropa davlatlaridan va boshqa dunyoning barcha davlatlaridan kelgan 30 ga yaqin davlatdan 100 dan ziyod kurashchilar ishtirok etishmoqda. Xalqaro turnir 2022-yildan buyon Fransiya davlatida o'tkazib kelinmoqda va 2022-yilda bitta vazn, ya'ni mutlaq vazn toifasida musobaqalar o'tkazilgan bo'lsa va u paytda 20 ga yaqin davlat ishtirok etgan bo'lib, hozir kunga kelib ishtirokchi davlatlar soni va ishtirokchilar soni keskin oshganligini ko'rib turibmiz va vazn toifalari bir nafardan, ya'ni 2022 bir nafar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 4 ta vazn toifasida, ya'ni erkaklar 90 va 90 dan yuqori, ayollarimiz 70 va 70 dan yuqori bo'lgan vazn toifalarida bellashib, o'zlarini jismoniy tayyorgarligini va kurash usullarini yaxshi o'zlashtirganligini namoyon qiladi hamda sovrin jamg'armasi 30 ming yevro bo'lgan pul miqdorini qo'lga kiritadi. Barcha kurashchilarni biz zimdan kuzatganimizda ular juda ham yaxshi tayyorgarlikka ega ekanligini, O'zbekistondan kelgan kurashchilarga raqobat qila oladigan darajada tayyorgarlikka ega ekanliklarini namoyon qilishmoqda. Parijdagi musobaqaning o'ziga xos jihati shundaki, u nafaqat g'oliblarni aniqlash, balki milliy kurashimizning tarixi, falsafasi va insonparvarlik g'oyalarini xalqaro sport jamoatchiligiga targ'ib qilishga xizmat qildi. Mutaxassislarning fikricha, bunday nufuzli turnirlar kurashning geografiyasini kengaytirish, yangi mamlakatlarni ushbu sport turiga jalb etish va uning xalqaro mavqeini yanada yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Parij shahrida O'zbekiston Respublikasi prezident sovrini bo'lib o'tdi. O'tgan yilgi mana shu musobaqada mag'lubiyatga uchraganman. Astoydil harakat qilib, ustozlarimiz bilan birgalikda ishlab, birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Biz uchun sharaf Yevropada O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini balandlarga ko'tarish. 4 ta 5 ta raqiblar bilan olishda hammasi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bizga nasib qilgan ekan, Xudoga shukr deymiz. Ustozlarimizga, ota-onamga katta rahmat deb qolaman. Bu kabi musobaqalar kelajakda kurashning yanada yirik kompleks sport o'yinlari dasturidan mustahkam o'rin egallashi uchun amaliy poydevor vazifasini o'tayapti. Bir so'z bilan aytganda, bugun kurash nafaqat O'zbekistonning milliy boyligi, balki xalqaro sport hamjamiyati e'tirof etayotgan zamonaviy va jadal rivojlanayotgan sport turiga aylanib bormoqda. Bizning kurash. Albatta, 2026-yilning eng muhim voqealari hali oldinda. Yaqin oylarda Angolada Afrika chempionati, Indoneziyada Gusea chempionati, Qirg'iz Respublikasida 6-jahon ko'chmanchilar o'yinlari va Toshkentda harbiylar o'rtasida jahon challenge musobaqalari bo'lib o'tadi. 6-sentyabr Butunjahon kurash kuni dunyo bo'ylab keng nishonlanadi. Bundan tashqari, sentyabr oyida Bolgariya Yevropa chempionatiga mezbonlik qiladi. Oy yakunida esa Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida 20-Osiyo o'yinlari kurash tarixida yana bir muhim sahifani ochishi kutilmoqda. Yil yakuni esa Qozog'istonning Ostona shahrida bo'lib o'tadigan 15-jahon chempionati bilan nihoyalanadi. Shubhasiz ushbu musobaqa dunyoning eng kuchli polvonlarini yana bir maydonga jamlaydi. Oldimizda hali katta vazifalar turibdi. Kurashni xalqaro sport tizimidagi o'rnini yanada mustahkamlash, uning nufuzli kompleks musobaqalarga ishtirokini kengaytirish, yangi mamlakatlar kurash oilasiga jalb etish ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Ammo bugungi natijalarga qarab, bir narsadan ishonch bilan aytish mumkin. Kurash o'z taraqqiyotining eng faol bosqichlaridan birini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon albatta kurash sportini kelajakda haqli ravishda Olimpiya oilasiga qo'shilishga asos bo'lib xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, bugun kurash faqat O'zbekistonning emas, balki butun dunyo sport ahlini birlashtirayotgan sport turiga aylanmoqda. Fikrimizga yangi davlatlarning kurash oilasiga qo'shilayotgani, xalqaro musobaqalar ko'lamining kengayotgani, shuningdek mutaxassislar tayyorlash tizimining takomillashayotgani isbot bo'la oladi. Eng muhimi va asosiysi, kurash tobora ko'proq xalqlarni ezgulik, hurmat va insoniylik g'oyalari atrofida birlashtirayotgan umuminsoniy sport qadriyati sifatida e'tirof etilmoqda.